Hop, hammaga assalomu alaykum. Charchamadinglarmi, tuzumsizlar? Joninglar sog'mi? Demak, mana bismillah deb bugungi ishimizni boshlaymiz. Ya'ni kursimizga startni berdik va bugungi mavzuyimiz trading va uning tizimi haqida gaplashamiz. Hop, bilasizlar, har bitta kasbni o'rganishdan avval o'zi aslida bu sohada foyda qilish imkoni bormi? Hop, foyda qilish imkoni qanaqa? Mana shu haqda bilib olishimiz kerak. Hop, trading imkoniyati nima o'zi? Bilasizlar, trading O'zbekistonga karantin payti juda ham ko'p omillar tariqasida kirib keldi. Ya'ni yaxshi bozor, yaxshi pul keladi, yaxshi moliya bozori ekan, bundan tezroq boyib ketamiz deb o'ylashdi. Lekin unutmang, bu bozorda foyda olish ham aslida bir mahorat va bilimni talab qiladi. Birinchi navbatda iltimos qilib qolaman, bu soha hech qanaqa kazino emas, bu soha hech qanaqa qimor emas. Bu soha shunchaki bilimlar evaziga strategiyalarni o'rganib, moliyaviy bozorda pul topish, daromad olish yo'lidir. Bu bilan shug'ullanadigan odamlar treyderlar, ya'ni biz treyderlar deymiz. Hop, trading o'zi nima? Trading ta'rifini aytib o'taman. Trading bu xalqaro moliya bozorida oldi-sotdi jarayonini amalga oshirish holatiga aytiladi. Va biz oldi-sotdi jarayonini trading bo'limlari, ya'ni trading moliyaviy aktivlari orqali amalga oshiramiz. Moliyaviy aktivlarga quyidagi 4 ta bosqichdagi moliyaviy aktivlar kiradi. Birinchisi forex. Forex bu eng katta bo'lim hisoblanadi. Bu haqda har biriga to'xtalib o'tamiz. Va forexga kiradi. Forex bo'limiga kiradi. Ya'ni bilasizlar, mana shu forexga nimalar kiradi? Pul, ya'ni valyutalar kiradi. Euro USD, GBP USD, AUD USD va boshqalar. Juda ham ko'p valyuta paralarimiz bor. Ikkinchisi, bizda trading moliyaviy aktivlari o'z o'rnida yana ikkinchi qismi aksiyalarga bo'linadi. Ya'ni aksiyalar. Aksiyalarga nimalar kiradi? Aksiyalar bu har bitta kompaniyaning qimmatbaho qog'ozlari hisoblanadi. Ya'ni jahon moliyaviy bozoridagi. Xo'p, bunga kiradi hamma bilgan Microsoft kompaniyasi bor. Xo'p, yana bor Apple, iPhone. Xo'p, telefonlari bor, bilasizlar, mana shu kompaniyaning BMW kompaniyasi bor va uning qimmatbaho qog'ozi Tesla. Va shu kabi mahsulotlar emas, qimmatbaho qog'ozga ega bo'lgan aksiyalarimiz kiradi. Xo'p, keyingi moliyaviy aktivimiz bizga beradi bu xom ashyo. Commodity deyiladi. Xo'p, xom ashyoga nimalar kiradi? Mana bundoq qilaman. Xom ashyo. Xom ashyoga kiradi bizda bu bilan asosan xom ashyo bilan davlatlar shug'ullanishadi va xom ashyo tizimiga kiradi bizda oziq-ovqat mahsulotlari. Oziq-ovqat. Oziq-ovqatga nima? Shakar, un, arpa, bug'doy yoki un. Xo'p, yana bizda bor neft, yoqilg'i mahsulotlari, benzin, gaz va metallar kiradi. Bilasizlar, metallarga biz tillani misol qilib keltirishimiz mumkin. Xo'p, 4-chi moliyaviy aktivimiz yo'q bo'lib qoldi. Xo'p, men qayta yozaman. Xom ashyoga kiradi gaz, neft, hop, un, arpa, va oziq-ovqat mahsulotlari. Oziq-ovqatda umumiy olganda oziq-ovqat, guruchlar, o'shalarda. Bu bilan asosan bilasizlar, davlat korxonalarida yoki davlatlar o'zi oldi-sotdi amalga oshirishadi. Ya'ni offline tarzda bo'ladi ko'proq. Diplomatik aloqalar orqali. Oziq-ovqat va metallar kiradi.
metallar. Mana shular xomashyoga kiradi. Bu ham tradingda, birjada bor narsalar. Hop, 4-inchisi bizda kriptovalyutalar. Jahon bozorida kriptovalyutalar. Ya'ni ko'pchilik nimada savdo qilasan desa, savolga javob bera olishmaydi. Siz nimada savdo qilasiz o'zi? Forexdami, aksiyadami, xomashyodan, kriptovalyutada? Mana shuni so'rayotgan bo'ladi ko'pchilik. Siz savdo qilasiz ma'lum bir tizimda, ma'lum bir bo'limida. Masalan, men o'zim valyutada forex bo'limida savdo qilaman, tradingni. Bizda mana shu kriptoga kiradi, hamma bilgan o'sha Bitcoin yoki altcoinlar. Altcoinlar sifatida Bitcoinning davomchi izdoshlari kiradi. Mana shular kiradi. Trading mana shu 4 ta bo'limdan iborat bo'lgan va mana shu 4 ta bo'limni hammasi birgalikda nima deyiladi? Moliyaviy aktivlar. Moliyaviy aktiv degan u aytib turibdi, moliyaviy aktiv bo'lgandan keyin siz mana shu moliyaviy aktivlargina bilangina savdo qila olasiz. Undan boshqa moliyaviy aktivlar bilan savdo qila olmaysiz. Moliyaviy aktivlardir bular. Moliyaviy aktivlar. Hop, moliyaviy aktivlar bilan savdo qilish jarayoniga tradingda bilasizlarki, hop, hozir mana ajratib qo'y. Traderlar mana shu 4 ta moliyaviy aktiv bilan savdo qilishadi. Siz ham o'zingizga yoqqani bilan savdo qiling. Hop, nima uchun endi 4 ta moliyaviy aktiv? Mana shu bir kunda moliyaviy aktivlar bozorida, ya'ni trading bozorida 24 soat ichida 24 soat ichida hozir yozaman. 7.49 trillion dollar summa aylanadi. Bu juda katta. 7.49 tasavvur qilyapsizmi? Trillion haqida gap ketyapti va dollar summa aylanadi. Bu juda katta va mana shuning 4 dan 2,5-3 qismi forexga to'g'ri keladi. Katta ob'yom, katta likvidlik. Va mana shuning uchun biz forexda foydalanamiz. Va mana shuning uchun ham forexda bir kun ichida savdodan foyda olib yoki zarar qilib chiqib ketish imkoniyati bor. Tez yuradi narx. Aksiyalarga esa undan keyingi o'rinda turadi. Qimmatbaho qog'ozlar. Bunda ham asosiy treyderlar bor. Aksiyalarda ham savdo qiladigan treyderlar bor. Va o'zingizni xohishingizga binoan qaysidir bo'limni tanlab savdo qilishingiz mumkin. Forexda ko'proq savdo qilamiz. Asosan mana shu. Hop, keyin tillada. Hop, kriptovalyuta, Bitcoin va altcoinlar, endi bularda ham libel strategiya evaziga savdo qilish imkoniyati bor, chunki yaqindagina Rossiya musulmonlar idorasi bu coinlarga ham, kriptolarga ham halollik sertifikatini chiqardi. Bemalol shug'ullanishinglar mumkin. Strategiyalarimiz ham hammasiga o'tadi. Hop, biz qiladigan ishimiz asosan valyutalar, ya'ni forexda ishlaymiz. Nima uchun degan savolga javob, forexda obligatsiyalar almashinuvi yoki bo'lmasam bir pulni ikkinchi pulga ayirboshlash jarayoni juda ham yaxshi va cho'tki ketgan. O'shaning uchun biz mana shu tarzda ob'yomi katta bo'lgan bozorda tezroq foydani olib, tezroq zararni qilmasdan foydani olib chiqib ketish imkoniyati bor va biz day trade, ya'ni kunlik treydermiz. Bir kunda foydani olib, bir kunda zararni qilmasdan chiqib ketish imkoniyatimiz bor. Va umumiy oylik sifatida zarar foyda qilib strategiyamizni qo'llab plyusda chiqib ketishimiz mumkin. Hop, endi umumiy qilib trading nima degan mavzuga savoliga javob tariqasida, trading bu mana shu 4 ta moliyaviy aktivdan iborat bo'lgan bozorda oldi-sotdi jarayonini amalga oshirib, o'z foydamizni, daromadimizni olib chiqib ketish jarayoniga aytiladi. Va bu trading bozorida kimlar ishtirok etadi? Trading bozorida ishtirok etadigan ishtirokchilar, bularga tradingda markazlashmagan bozor. Unutmanglar, markazlashmagan degani har bir inson va har bir bank ishtirok etadi va bitta joyda. Markazlashmagan bozor. Prosta bozor bu va onlayn tartibda. Dunyoning istalgan joyidan turib, o'shaning uchun odamlar foyda zarar qilishlari mumkin. O'shaning uchun bu juda ham rivojlangan kasb sifatida takomillashib ketdi. Hop, endi onlayn tartibda savdo qilish jarayoni tradingda. Hop, bunda ishtirok etadigan nima desa bo'ladi? Ishtirokchilarni sanaylik. Ishtirokchilar sifatida banklar, hedge fondlar, katta korxonalar, hedge fondlar, traderlar, korxonalar va shu kabilar ishtirok etadi. Ya'ni oldi-sotdi jarayonini amalga oshiradigan hammasi ishtirok etadi va mana shu xalqaro moliya bozorida hammasi har xil tipda foydalanishadi. Masalan, kimdirlar boya aytib o'tganimizdek forexda, kimdirlar aksiyalar bilan shug'ullanadi, ya'ni kimdirlar xomashyo, neft va boshqalarda, yana kimdirlar esa kriptolarda shug'ullanishadi. Buni tanlashni ixtiyori o'zingizda.
Hop, bozorda tradingda narxlar bilan savdo qilamiz. Ya'ni onlayn tartibda savdomi? Demak, savdoda narxlar asosiy